Oxirgi paytlarda falon joyda ona o'z bolasini suvga cho'ktirmoqchi bo'ldi. Falon joyda ona avval bolalarini nobud qilib, keyin o'zini ham joniga qasd qilibdi kabi holatlar tez-tez eshityapmiz, to'g'rimi? Astag'firulloh. Bizga nima bo'lyapti? Nahot shunchalar bilimdan, ilmdan uzoqlashdik. Vaqtinchalik nizo janjalni deb bolalardan qasd olish darajasiga borib yetdik. Tashqaridan maslahat berish oson deb ba'zilar e'tiroz qilishi aniq, buni bilaman. Albatta bu kabi fojialarga oilani boshqa a'zolari ham sababchi bo'layotganini ham eshitamiz. Ular ham javobini berishadi haqning oldida. Nima bo'lganda ham ayol avvalo ona va hech qanday sabab onani qotilga aylanishga asos bo'la olmaydi. Na diniy, na dunyoviy qonunlarda. Bag'rida ungan lolasi bolasini azoblash onalik fazilatiga kirmaydi. Farzandlar Allohning bizga bergan ne'mati. Biz ularni dunyoga keltirishga sababchimiz xolos. Unutmaylik, umr yo'llari hech qachon tekis bo'lmaydi. Hayot bu. Kim bizga va'da beribdi jannatiy hayotda yashaysan deb? Hech kim. Sinovli dunyo bu deb men aytmaganman. Past balandliklardan iborat umr yo'li bu. Oxiriga borib yoki o'ngga yoki chapga ketamiz. Ungacha shukr, sabr kerak.